Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Yana sizlarni inspektorning rasmiy YouTube kanalida ko'rib turganimizdan juda ham xursandmiz. Agarda sizda inspektor split air radar detektori bo'ladigan bo'lsa-yu va siz uning sozlamalari nima vazifa bajarishini bilmaydigan bo'lsangiz, siz qidirgan video aynan shu. Bugun biz sizlar bilan aynan shu inspektor split airni har bitta sozlamasi nima vazifa bajarishini ko'rib chiqamiz. Demak, siz kanalimiz rivojlanishi uchun obuna bo'lishni, izohlar fikringizni qoldirishni va like bosishni unutmang. Demak, biz boshladik. Xo'sh, aziz do'stlar, biz hozir siz bilan split airni dasturiy ta'minot, ya'ni xalqlar bilan aytganda, proshivkasini yangilashni ko'rib chiqamiz. Bizga o'zi ko'p narsa ham talab etilmaydi. Birinchi navbatda o'sha qurilmaning o'zi, ya'ni radar detektorining o'zi va qo'shimchasiga mobil telefon, istalgan turdagi, xohlasangiz planshet, iOS tizimida ishlaydigan iPhone mahsulotlari yoki istasangiz Android telefonlari ham bemalol sizni dasturiy ta'minotini yangilashingiz uchun yaraydi va bemalol yangilab olsangiz bo'ladi. Bizga nima kerak? Birinchi navbatda internet kerak va internet kirib Play Marketdan, mana Play Marketdan kiramizda. Mana inspektor Wi-Fi RD deb qidiramiz. Mana hozir orqaga o'zim ko'chirib o'rnatib qo'ydim mana. Qarang, inspektor RD deb qidiradigan bo'lsak, birinchilikda chiqib keladi. Hozir katta ehtimol bilan bu yoqda video ham paydo bo'ladi, ekran yaxshi ko'rinishi uchun. Xo'p, qarang. O'sha inspektor Wi-Fi RD ga kiramiz. Open. Ko'chirib olganimizdan keyin mana bizda mana yangilanishlarni yuklab bo'ldi deyapti. Yo'q, biz birinchi no deymiz. To'g'ri, yes desangiz ham hech narsa qilmaydi. U split air turgan ekan. O'sha kirganingizdan o'zi mana bu yoqdan o'zi tanlab olishingiz ham mumkin bo'ladi. Hozir men sizga yana batafsilroq tushuntirib o'taman. Mana kirganingizdan agarda sizda mana bu yoqda qarang, model name split air turmagan bo'lsa, siz mana bu yoqda mana ko'rdingiz-a, model ketma-ketlar joyida o'sha split airni tanlaysiz. Bizda hozir hamma yangilanishlarni ko'chirib oldi. Sizda ikkita emas, balki 7 ta faylni so'rashi mumkin. Shu narsaga e'tibor qiling. Qarang, biz 7 ta faylni ko'chirib oldik. Shunaqa deb hisoblaymiz. Endi bu yoqda telefoningizda Android telefonlar bo'ladigan bo'lsa, internetni o'chirib qo'ysangiz bo'ladi. Bizda hozir Wi-Fi ulanib turibdi, shuning uchun bizga hech narsani o'chirishimiz shart emas. Demak, yarkisini kamaytiramiz deb ko'rinish uchun buni yaqinroq olib kelamiz. Qarang, sizga kerak bo'ladigan narsa, qarang, radar detektorida mana o'ng tomonda tugmacha mavjud. Shu tugmachani bosib turadigan bo'lsangiz, Wi-Fi ga kiradi. Ya'ni Wi-Fi bo'limi ochiladi. Salom, bu yoqqa olib kelsak. Endi qarang, Wi-Fi bo'limi ochilgandan keyin radar detektoriga ulashimiz kerak. Mobil telefon bilan buni bir-biriga ulashimiz kerak, chunki mobil telefondagi ma'lumotlarni bu yoqqa o'tkazishimiz kerak. Ko'rganingizdek, mana split air turibdi. Parolni kiriting deyapti. Parol mana qarang. 800. Mana parol bu yoqda turibdi mana. SSID bu split air 7B tur E turibdi. Bu Wi-Fi ning nomi. Mana o'sha Wi-Fi ga kirdim. PVD, ya'ni password, parol 884-109. Status disconnected, ya'ni ulanmagan deb ma'lumot beryapti. Parolni biz bu yoqdan olamiz. 800 yozdik biz mana. 84-109 ekan. 80 bosib ketish kerak. Tak 84 109. Connect. Connect qarang, endi kutamiz. Mana radar detektorda yashil bo'lib connected deb yozuv paydo bo'ldi. Endi biz bu yoqdan dasturga qaytamiz. Endi dasturni men sizga tushuntirib beraman. Bizda nimalarga e'tibor berishimiz kerak. Tepada turgan mana telefonning rasmi turibdi-yu. Telefonning rasmi turgan joyi bu telefonga hozirgina ko'chirib olingan yangilanishlar ketma-ketligi. Misol uchun, birinchi navbatda tushuntirib o'taman. App infoga e'tibor bermaymiz. Model name split air turibdi. Bu bizani yangilamoqchi bo'lgan mahsulotimiz. Sizda boshqa mahsulot bo'ladigan bo'lsa, boshqa videolar mavjud. O'sha orqali tanlab ko'rib olsangiz bo'ladi. Demak, split air, model name split air bo'lishi kerak. Region uz. Agarda siz O'zbekistonda istiqomat qilib, O'zbekistonda ushbu radar detektordan foydalanayotgan bo'lsangiz, demak siz aynan regionni o'ziga tanlashingiz kerak. Shu narsaga ko'p e'tibor bering, chunki bu mahsulotni ham O'zbekistonda, ham SNG, ya'ni mustaqil ham davlatlar hamdo'stligida ham bemalol ishlatsangiz bo'ladi. Uning uchun regionni rusga o'zgartirib ishlatishingiz kerak. Ya'ni oddiy qilib aytadigan bo'lsak, safarlarga chiqayotgan paytingizda ham regionni ruga o'tkazib, to'liq dastur ta'minotlarni yangilasangiz ham bo'ladi. Bu haqida keyinroq to'xtalib o'taman. To'g'riroq sozlamalarda keyingi videoda bo'ladi bu narsa. Xo'p, FW, Firework, RD radarning qismi, RS2 bu resurs fayllar. Ya'ni tushuntirib o'taman. FW bu ekrandagi o'zgarishlar, mana yozuvlar paydo bo'lishi, rasmlar o'zgarishi yoki qanchalar miqdorda radar qismiga ham javob beradi.
Erdi tushunganingizdek radar qismiga javob beradi. To'liq radarni aniqlash kuchaytirilsa, kamaytirilsa yoki pomexlar, ya'ni yolg'on signallarni kamaytirishlar bo'ladigan bo'lsa, aynan shu narsa joydan keladi. Resurs fayllar esa nomi bilan resurs fayllar. Xullas kalom, har uchala fayl, mana FW, RD, RS2 bir-biriga bog'liq bo'lgan fayllar. Agarda qaysi birigadir yangilik keladigan bo'lsa, siz barchasini yangilashingiz zarur. Undan so'ng DB, ya'ni database. Bu narsa nimaga javob beradi? Bu yangi qo'yilayotgan statsionar radarlar, olib tashlanganlar yoki nuqtasi o'zgarganlarni to'g'irlanadi-yu. Aynan shuni yangilaydigan bo'lsangiz, shu miyasiga, yangi xotirasiga joylanadi o'sha yangi radarlar nuqtalari. Shuning uchun ham siz radar qismi juda ham chiqishi qiyin proshivkalar, chunki u oylar davomida o'rganiladi, to'g'irlaniladi. U narsa kam chiqadi, lekin siz doimo yangilab turishingiz kerak bo'ladigan narsa bu DB hisoblanadi. Endi qarang, tepadagini tushundik. Bu pastdagi mashina rasmi turibdi. Bu radar detektoriga o'rnatilgan proshivkalar, ya'ni dasturiy ta'minotlar. Bizda hozir mana hammasi o'zi yangi turibdi ekan, faqat bazasi eskiroq ekan. Shuning uchun biz faqatgina ba'zani yangilashimiz kerak edi, lekin men sizlarga hammasini qanday yangilanishini ko'rsatishim uchun hammasini yangilashni ko'rsatib o'taman. Demak, birinchi navbatda FW dan boshlaymiz. Aytib o'tganimdek, FW, RD, RS2 bir-biriga mos bo'lgan, bir-biriga bog'liq dasturlar. O'sha yangilanish uchun ko'rganingizdek, update degan tugmachani bosdim. Update firmwares'ni bosadigan bo'lsangiz yangilanish bo'ladi va gapim tugatmasimdan уже yangilanish tugadi. Va siz bu yoqdan mana OK tugmachasini bosamiz va avtomatik tarzda radar detektor o'zini перезагрузка beradi. Sizlarga yaxshi ko'rinish uchun buni yarkisini ozroq kamaytiraman. Endi qarang, bu yoqda обновить PO paydo bo'ldi, ya'ni обновить программа обеспечения degan narsa. Bu yoqda o'zi daga turibdi, yangilanishni xohlaysizmi deyapti. Mana M tugmachani bosadigan bo'lsak, bu enterga o'xshash narsa mana. Mana tugmacha, mana ko'rdingizmi? Shu tugmachani bitta bosamiz. Ko'rganingizdek, agar fleshka orqali qilayotgan bo'lsangiz, fleshkani chiqarmang yoki tokdan uzib qo'ymayman deyapti. Agar tokdan uzib qo'yadigan bo'lsangiz, radar detektor ishlamay qolishi mumkin. Xullas kalom, qarang, birinchi etap bo'ldi. Va yana biz Wi-Fi tugmachasini bosib turamiz. Mana Wi-Fi tugmachasini bosib turamiz. Bizaga endi qayta Wi-Fi parolini kiritishimiz shart emas. Wi-Fi ga qayta kiramiz. Mana split ayerga bosamiz. Ozroqgina kutamiz. Eslatib o'taman, sizda agar Android telefon bo'ladigan bo'lsa, internetni o'chirib qo'yishingiz kerak. Qarang, darrov connected bo'ldi. Endi biz erda qismiga o'tamiz. Qarang, mana bu yoqda ptichkalar turibdi. Mana ptichkani birinchi, ikkinchi o'tkazamizdan yana update tugmachasini bosamiz. Bu ham bo'ldi, yana OK tugmachasini bosamiz. Juda ham kam bo'lgan vaqtda ishingiz amalga oshadi. M tugmachasini bosamiz endi ana. Yana M tugmachasini bosamiz va buni ham mana eskisini fayllarni o'chirib tashlab, yangisini o'rnatyapti. Tushunganingizdek, hozir qurilmani tokdan uzadigan bo'lsak, ichidagi fayllar o'chib ketib qoladi va sizning radar detektoringizni servis center, ya'ni servis markaziga olib kelishingiz kerak va shunda tuzatishingiz to'g'ri keladi. Qimmatli vaqtingiz va naqdingizni ayash uchun mashinangizda yangilayotgan paytingiz mashinangizni o'chirib qo'ymang. Iloji boricha mashina yoniq holatda, aktiv holatda bo'lishi kerak. Ko'rganingizda uncha ko'p vaqt olmaydi. Erda qismi ham tayyor bo'ldi va mana Wi-Fi ga yana kiramiz. Ko'rdingizmi, o'sha Wi-Fi tugmachasiga bosadigan bo'lsangiz, darrov Wi-Fi ga o'tib ketadi. Biz bu yoqdan esa yana Wi-Fi ni bosib turamiz. Ozroq kutamiz. Mana Wi-Fi yana paydo bo'ldi. Quloqchasini bosamiz va yana dasturga o'tamiz va undan so'ng orqaga qaytishimiz kerak mana. Endi RS2 faylini update qilamiz. Ushbu fayl salgina ko'proq o'rnatilish va ko'chirib olish mumkin, chunki faylning hajmi ozroq kattaroq. Shuni ham e'tiborga beramiz. Sizning qimmatli vaqtingizni tejash uchun ushbu videoni tezlashtiraman. Ko'rib turganingizdek, ushbu fayl ham yangilanib bo'ldi. Va yana OK ni bosamiz. Bunda OK ni bosishimiz shart emas, ya'ni radar detektorining o'ziga buyruq berishimiz shart emas. Radar detektorining o'zini o'zi yangilab tashlaydi. Ko'rdingizmi? Yangilab tashladi.
Ovoz pastroq. Endi bizga eng muhim bo'lgan narsalardan biri, ya'ni bazani siz tez-tez yangilab turishingiz kerak bo'lgan nuqtani yangilanishni o'rganamiz. Va yana Wi-Fi ga kiramiz. Mana split ayarni bosamiz. Va bir necha soniya ichida o'zi connected bo'ldi va yana ushbu dasturga qaytamiz. Ko'rdingizmi? O'zi belgicha DB ni o'ziga tushdi. 26-fevralda yangilangan ekan, hozir 3-martniki kelgan, ya'ni har kuni kunlik yangilanishlar chiqadi. Maslahatim eng kamida 7 kun, 10 kunda yoki uzoq safarlarga chiqayotgan paytingiz albatta ushbu bo'limni yangilab turishni unutmang. Mana milliy soniyalar ichida yangilandi va tayyor. Endi bizga telefon kerak emas, telefon bu yoqqa olib qo'yamiz va sizga qarang. Muhim narsalarni ko'rsataman. Ya'ni siz yangilashingiz va yangilaganingizdan keyin qilinadigan ishlarni ko'rsataman. Qarang, sozlamalarga kiramiz. Dasturiy ta'minotni to'liq yangilaydigan bo'lsangiz, ya'ni FW, RD, albatta resurs fayllarni yangilaydigan bo'lsangiz, ushbu ishni qilishingiz kerak. Agar qilmaydigan bo'lsangiz, qilishingiz shart emas. To'liq yangilaganingizdan so'ng o'shani qarang, eng pastga tushamiz. Birlamchi sozlamalarni tiklashini ko'rsataman, qarang. 1, 2, 3 umumiy sozlamalarga o'tdik va eng pastga tushamiz. Ana birlamchi sozlamalarni tiklash. Ha qilsak, dastur zavod nastroykalariga qaytadi. Hozir yarqisini kamaytiraman. Ovoz pasaytirib qo'yayman. Xo'p, qarang, mana mikrodastur versiyasi mana yangilandi. 26-yil 3-oy 7-sana. Ertaga 8-mart. Xullas, siz mana birlamchi sozlamalar tiklangandan so'ng sizni qiladigan ishingiz mana ikkinchi bo'limga o'tib, mobil baza bo'limiga o'tib, mana masofani ogohlantirishga o'tamiz. Shuni qo'shib qo'yadigan bo'lsak, olam guliston bo'ladi. Xo'p, bu funksiya o'zi nima vazifani bajaradi? Tushuntirib beraman. Tasavvur qiling, radar detektor radarni aniqladi. Misol uchun statsionar radargacha 600 metr masofa mavjud. Ya'ni ogohlantirdi. Bu narsa har sizni 200 metrda ogohlantiradi. Ya'ni 600, 400, 200 va obyektdan o'tildi deydi. Aynan shu masofani ogohlantirishni qo'shib qo'yishingiz mumkin. Agar sizga yo'q, bu shart emas, o'sha turish ham radarlarni bilaman, menga bir marta ogohlantirgan yetadi deydigan bo'lsangiz, bunaqada uni qo'shishingiz shart emas. Hurmatli do'stlar, keling bir yo'la biz Inspector Split Airni Wi-Fi hotspot orqali yangilanishni ham ko'rib chiqamiz. Bizga aytganimdek ko'p narsa kerak emas. O'zimiz mobil telefonimiz va radar detektorining o'zi. Sozlamalarga kiramiz, qarang. 1, 2, 3. Keyin Wi-Fi ga kiramiz. Ko'rinyapti deb o'ylayman. Mana yana ham yaqinroq olib keldim. Mana Wi-Fi ga kiramiz. Update from hotspot turibdi. Bosamiz. Mana M tugmachasi enter. Qarang, hozir bizda ko'plab Wi-Fi tarmoqlari kelib chiqadi. Mana Inspector, Moto, mana Wi-Fi nomim iBoy. Bu Wi-Fi mobil telefoningizdan точка доступа deydi, o'shani tarqatishingiz kerak yoki iPhone, Apple mahsulotlarida rejim modemi bo'ladi. Men sizga hozir ko'rsataman qayerdan yoqishni va parollarni qayerdan ko'rishni. Iloji boricha juda ham oddiy parollar qo'yishni tavsiya qilaman. Misol uchun 8 ta 0 qo'yadigan bo'lsangiz, yozishga qulay bo'ladi va mana ekranda ham ko'rindi. Va qarang, iBoy ga kiramiz. Parollarni kiritishimiz kerak, qarang. Parol kiritish uchun quyidagicha qilamiz. Mana ikkalasi mana pastga tushiradi, tepaga chiqaradi. Mana tugmachalar o'zi belgilari ham turibdi. Lekin bizda son berilgan-ku, hozir songa qanday o'tishni ko'rsataman. Mana tepada tugmacha turibdi-yu. Shuni bosib turadigan bo'lsak, kichkina harflarga o'tdi. Yana bosib turadigan bo'lsak, sonlarga o'tadi. Yana bitta bosib turadigan bo'lsak, qo'shimcha znaklarga, ya'ni belgilarga o'tadi. Endi qarang, bizga 0 kerak. 0 ni tanlaganimizdan keyin OK tugmachasini bosamiz, M tugmachasini bosamiz. So'ngra yana 0 ga tushirish uchun pastga va yana tepaga 2 ta, 3 ta. Agarda siz xato raqam terib qo'ydingiz, xato raqam terib qo'ygan bo'lsangiz, men sizga qanday o'chirishni ko'rsataman. Xato raqam terib qo'yadigan bo'lsangiz, mana pastga tugmachani bosib turasiz, ko'rdingiz, Endi yana biz davom etamiz. Hozir biz yana raqamlarga o'tamiz, chunki pastga o'tib ketib qoldi. Xo'p. Mana endi mana yana 0, 3 ta 0, 4 ta 0, 5 ta 0, 6 ta 0, 7 ta 0, 8 ta 0. Parollar kiritib bo'ldik. Kiritib bo'lganimizdan so'ng mana M tugmachani, ya'ni OK tugmachasini bosamiz. Hoppa. To'g'ri bosib turar ekanmiz, adashibman. Mana pastda ulanmoqda deb yozuv chiqdi. Kutamiz.
kutamiz ozroqgina. Hozir tarmoqqa ulanish amalga oshmoqda va yangilanishlarni ko'rib chiqmoqda deb o'ylaymiz. Ko'rganingizdek, yangilanish mavjud. Yuklab olishmi? Ha, biza yuklab olishimiz kerak, chunki bizning maqsadimiz ham yangilash. Uni yuklab olishni bosamiz. Va shu payti mobil telefondan ham internetni ham uzmaymiz va albatta radar detektorni quvvatdan ham uzmaymiz. Hozir ko'chirib olish ishlari amalga oshirilmoqda, shuning uchun ozroq kutib turamiz. Birinchi fayl ko'chirib bo'ldi, yana yangilayapti ana. Hamma fayllarni ketma-ket yangilab chiqadi. Biz esa ozroqgina kutamiz. Qimmatli vaqtingizni olmaslik uchun shu videoni tezlashtiraman. Xo'p, birinchi bo'lim yangilanib bo'ldi. Menimcha endi ikkinchi bo'limga o'tyapmiz. Ikkinchi bo'limni ham ko'chirib olyapti. Xo'p, qarang, ko'chirib oldi barchasini. Endi biza yangilanishga dan bosamiz. Birinchi yangilanish ketmoqda. Birinchi yangilanish bo'ldi. Ikkinchi faylni o'chirib, erda qismini yangilayapti. Eslatib o'taman, ushbu vazifalar amalga oshayotgan bir pallada siz radar detektorini quvvatdan o'chirib qo'ymasligingiz zarur. Ko'rganingizdek, to'liq yangilanish amalga oshirildi. Endi biz qarang, bu yoqda qarang, to'liq yangilangandan keyin bir narsaga e'tibor bering. Mana bu yoqda region rogi o'zgarib qoldi. Biz shu narsani to'g'rilashimiz uchun birinchi navbatda ana proshivka bo'ldi. Hozir to'liq yangilandi. Erda qismi ham yangilandi, chunki erda qismi yangi eski edi. Mana SW10, erda qismi esa 2 bo'ldi. Qarang, bu to'liq yangilangandan keyin, mana 2 bo'lgandan keyin biz сброс настройки berishimiz kerak. Va vыбор regionini O'zbekiston qilishimiz kerak. Ya'ni biz hozir O'zbekistonda istiqomat qilyapmiz va O'zbekistonda ushbu qurilmani ishlatyapmiz. Yarkisini kamaytiramiz. Shuning uchun keyin qarang, hammasini qibulding-a. Mana bu yoqda o'z paydo bo'ldi, mana O'zbekiston region paydo bo'ldi. Endi biza qo'shib qo'yadigan funksiyamiz, buni aytib o'tganman, mana masofani ogohlantirishni qo'shib qo'yamiz. Vola, radar detektor tayyor. Endi siz bemalol uzoq va yaqin saharlarga yo'lga chiqsangiz bo'ladi. Aytgancha, agarda radar qismi eski, yangi bo'ladigan bo'lsa, siz yangilamagan bo'lsangiz, yangilanmaydigan bo'lsa, unaqada siz сброс настройки berishingiz shart emas. Birlamchi sozlovlarni tiklash shart emas. Xullas do'stlar, shu bilan videomiz o'z nihoyasiga yetdi. Kanalimiz rivojlanishi uchun obuna bo'lishni, like bosishni, izohlarda o'z fikringizni qoldirishni unutmang. Yaxshi kunlarda ko'rishguncha xayr, sog', omon bo'ling.